Maşinuri atalmış Cumhur Milleti ortak gövdesi ibaresini kayıt ta'kidledi. Bu numussuz Xitaylar ya bunun zerikmedi. Bu sözleme şu Cumhur Milleti ortak gövdesi Milletler İttifaklık o bu diyen. Bu sepseteden ya zerikmedi ya toymadı. Bu Xitaylar mı anlap mı zerikmedi. Kuruk gapni qiliverip mi? Hiç kaçan ya numus qilishni bilmedi hamdi. Bilmeydi elbette. O'xshash shaklda ta'kidlayotdi. Nagi bo'lsa shu quruq gapni setyotdi. Bostirish bu jinoyatlar uzluksiz davom qilyotdi, qadrli ko'ruvchilarimiz. Bu atalmish Uyg'ur Avtonom rayonining sekretari Xi Jinping'ninki vatanimizdagi o'ng qo'lidan bu maxluq 17 fevral Bugur nahiyasi Korli shahri va Diviziya rayoniga berib atalmış Cumhur Milleti ortak gövdesi kuruluşunu algı siljitishga kuchash kerak deb yana u yerda tekshirishdi bo'lgan. Bu xabar Xitoy tashviqot organi to'g'rida berildi albatta. Bugun nahiyasi Korli shahri qatorli joylarni tekshirganda, bu tekshirish jarayonida Sharq Turkiston vaziyatining davomida chinitildiganligiga ishorat qilib, yana shu yuqori degan biz ağzımızga alsak, ko'nglimizni elishtirgan bu so'zlarni o'xshash shaklda Xitoyning qanday amaldori chiqsa shuni deydi. Yani har qaysi millatlar aralashish, almashtirish, yo'g'rilishdan iborat. Nega yo'g'rildi? Ağzımni buzib o'tmayman, lekin bu qadar numussiz hamdi. Yana bu Maşinuri Bugur nahiyasiga joylashgan Xitoy neft ximiya sanoati guruhi G'arbiy Shimol neftliki shu neftlikiniki sho'ba shirkatini tekshirgan bo'lib, o'xshashlar bu yerdami? Bu neftlikka kiribmi? Har millat ommasidan aralashish, almashtirish, yo'g'rilishni har taraflama ilgari surdi. Bu numussizlar mishaga agarda mishaga kirib, ular hamda rasmi bu qadar numussiz kamdi. Bu yerda hech bo'lmasa agar 1000 odam ishlayotgan bo'lsa bu neftlikda, agar 4-500 Uyg'ur ishlaydi degan bo'lsa, ma gapni desin. G'in Xitoyda hamda bundaq yerning har qandaqida balkim barmoq bilan sanoqchilik Uyg'ur bo'lishi mumkin. Butunlay Xitoy, oqqun Xitoylar hamda. Bu Xitoylarning orasiga kirib, bu safsatini sotadi. Har millat ommasining aralashish, almashtirish, yo'g'ilish. Bu qadar numussiz hamda bular. Xizmat ishlayman deb bu yerda bunda o'rinlarga Uyg'urninki xil-xil yerda o'qib kelgan Uyg'urlarmi? Bunda neft rayon, boylik chiqayotgan rayonga xili unvoni va Uyg'urma kirib 70 qatim yo'l minib kirishimi ta'sir rayonlar bular. Butunlay o'zining Xitoylarini yerlashtiradigan yerlarda bu hamda. Bu darajada numussiz. Demak, yani bu o'xshash nega shu Bugurda olsun, mayli nimada olsun ziyorat qilgan butun bu yerlarning hammasida o'xshash safsata, yani har millat ham milletni aralashtirib yo'g'irishimiz kerak. Yani ximiya yo'g'irgandek yo'g'irib o'taylik deyapti buni musulmonlar. Demak, yani bu inson buni o'qisa da kundalik xabarimizning tafsilotini berdik. Yani her quruğa mingni tillab turib o'qiydigan iboralar. Qani qachongacha bu shaklda davomlashadi? Buni musulmonlarniki bu safsatlarni ko'ramiz.